Assalomu alaykum va rahmatulloh. Filtrni Samarqanddan Bektosh birodarimiz jo'natdilar. Alloh rozi bo'lsin. Mana filtrimiz ishlashni boshladi. Dastavka qildilar. Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga 3 kun deganda yetib keldi. Va bugun buni o'rnatib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'rnatdim. Mana inshaalloh barchasi joyida. Suv tozalanyapti, mana ko'rib turibsizlar. Ishlab turibdi. Hammaga tavsiya qilaman, inshaalloh suvlari tozalab, mana suv chiqishni boshladi mana. Mana yangi suv chiqish boshlaganda. Mana. O'zi o'ylab yurardim, shu narsani qilishim kerak deb. Bugunga nasib qilgan ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Inshaalloh hammasi yaxshi. Hech qanday muammo yo'q.